O'rtoqlar 33.500 dollarga 2 xonali mebel texnikasi bilan qattan topasizlar. Srochni sotuvga qo'ydik, qaranglar, Wi-Fi'lari bor. Har bir xonalari alohida. Menimcha bunaqa uyni bunaqa narxda topa olmaysizlar. Ham ko'ryapsizlarmi, zalli pardalari yarashib turganini. Eshikdan kirish qismimiz uzun koridor joylashgan. Ko'ryapsizlar, ikkita xonamiz ham alohida. Hop, to'g'rimizda sanuzel joylashgan. Mana mebelni qaranglar, bu ham qolar ekan. Hop, sanuzelimiz umumiy bo'ladi. Polni kafel qilingan, kir mashinalari bor. Hop, bu tarafimizda oshxona ugologlari bor, mebellar bor, gaz bor, xaladining televizor, hamma narsa qoladi. Oynalari akfa qilingan. Bundan ortiq yana qanaqa uy kerak sizga? Shundan kelasiz, mazza qilib yashab bersangiz bo'ldi-ku. Uyimiz 2 etajli do'mi, birinchi etajda o'rtada joylashgan, kattaligi 52 kvadrat bo'ladi. Kommunalkadan hech qanaqa muammosi yo'q akalar. Hop, uyimiz Chirchiq shahar Navoiyning sentrida akalar. Shunda dilimiz ayollar kiyim do'konidan to'g'ri kirib kelganinglarda 10 metr ichkarida joylashgan, faqat Cheres Bank orqali olish imkoniyati yo'q. Pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin.